Assalomu alaykum, Dilis Shomurodov kanali a'zolari. Rostini aytsam, sizlardan bunday tezkorlikni kutmagan edim. O'tgan videoda Husanovni full qilaylikmi deb so'raganimda 50 ta laykni bir zumda yig'ib tashlagandingiz. Va'daga vafo. Bugun O'zbekistonning eng qimmat himoyachisi, Angliyaning Manchester City yulduzi Abduqodir Husanovni haqiqiy monster holatiga keltiramiz. Qani, ketdik. Husanovning boshlang'ich statistikalari yomon emas, lekin bizga birinchi tier o'yinlarida devor bo'ladigan himoyachi kerak. Birinchi navbatda jismoniy holatiga urg'u beramiz. Tezlik va kuch. Mana shu ikki narsa uni to'xtatib bo'lmas himoyachi qiladi. Qaranglar, har bir murabbiy bosilganda statistlar qanday chiroyli ko'rinyapti. Jigarlar, o'tgan videoda 50 ta laykni yig'ib bersanglar, ikkinchi qismini chiqaraman degandim. Abduqodir Husanov 81 holatda qolgandi. Hozir esa kuchaytirgichlarni yig'ib olib, yaxshigina tayyorlanib bu videoni olyapman. Ko'p mehnatlar ketyapti bu videoga. Endi esa sizlar bu videodan menga yana kamida 50 ta layk yig'ib bersanglar, juda ham xursand bo'lardim va videolar chiqishda davom etardi. Orqaga qaytish yo'q bu yog'iga. Bu yog'iga faqat sifatli videolar chiqadi. Xudo xohlasa layk, kommentlarni portlatib tursanglar, kamida 50 ta layk bo'lsa, layk bosdim deb o'zingizlarni bitta ideyalarini kommentariyaga yozib ketsanglar, shuni men video qilib chiqaraman, xudo xohlasa. Mana Abduqodir Husanovdan ham o'zi ikkita yuzni chiqarib qo'yganmiz. Hozir bugun bundan 400 chiqmaydiganga o'xshayapti jigarlar. Bir 90 yoki 85 larda qolib ketishi mumkin. Staminasi accommodationga tushsa 100 bo'ladi, 99 bo'ldi. Mana tushdi. 100 bo'ldi. Mana olmosimiz ham oxiriga yetdi. Stamina 85 bo'lib qoldi. Full bo'lishiga ozgina qoldi. O'zi 85 darajali futbolchimiz. Bitta texnikaga berib yuboramiz. Zarba. Shu holatda ham o'zi chiroyli turibdi-da, bu 85. 3 100 bitta 85 ham chiroyli turibdi. Mana fitness kuchaytirgichdan beramiz. Yana videoda sizlarga bilinmaydi. Yana beramiz. Olmosdan ham staminaga berdik. 87 bo'ldi. Xudo xohlasa staminani ham 90gami olib chiqishga harakat qilamiz. Mana o'zi 88 bo'ldi, 89 bo'ldi va 90 bo'ldi. Endi bu yog'iga texnikaga bersak ham bo'ladi. Xudo xohlasa full bo'lib qoladi Abduqodir Husanov. Mana full bo'ldi jigarlar, chiroyli holatda. Zarbasi 36, 3 ta 100 chiqdi, bitta 90 chiqdi. Bu juda ham yaxshi holat. O'zbek o'g'lonidan O'zbekistonni butun dunyoga taratayotgan, dovrug'ini ko'tarayotgan himoyachimiz Abduqodir Husanov full holatiga yetib keldi jigarlar. Do'stlar, endi sizlarga juda muhim bir yangiligim bor. Birinchisi bu, ko'ryapsizlar, jamoamiz va kanalimiz juda tez o'syapti. Shuning uchun menga Telegram kanalimni yuritishda yordam beradigan shogird kerak. Kimda xohish bo'lsa va vaqt bo'lsa, Telegram lichkamga yozing, barchasini o'rgataman. Ikkinchisi esa, hurmatli obunachilarimiz, agar sizning ham jamoangizda mana shunday resurslar yetarli bo'lishini xohlasangiz, ya'ni tanga va olmoslar yetarli bo'lishini xohlasangiz, mening Dilis Shomurodov tanga va olmos xizmatimga murojaat qiling. Eng ishonchli, arzon va tezkor xizmat faqat bizda. Barcha silkalar videoning описаниесida va kommentariyasida bo'ladi jigarlarim. Xullas, videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Xo'sh, Husanovning yangi kartasi sizga yoqdimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Agar ushbu videoda kamida 100 ta layk to'plansa, keyingi videoda Husanovni maydonda eng kuchli raqiblarga qarshi sinab ko'ramiz. Ya'ni birinchi tierda
live o'yinlarda sinab ko'ramiz xudo xohlasa. Keyingi videoda yana kimni full qilamiz? Tanlovni kommentda qoldiring. Kanalga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.